2025 yilgi Chevrolet Cobalt bu yangi avlod avtomobili bo'lib, zamonaviy dizayn, ilg'or texnologiyalar va qulaylikni o'zida mujassam etgan. Ushbu model o'zining nafis tashqi ko'rinishi, energiya tejovchi dvigateli va haydovchiga qulay boshqaruv tizimlari bilan ko'pchilikning e'tiborini tortmoqda. Chevrolet kompaniyasi Cobalt'ni ayniqsa yoshlar va oila uchun mo'ljallangan arzon, ammo sifatli avtomobil sifatida taqdim etmoqda. Avvalo, dizayn haqida gapiradigan bo'lsak, 2025 yilgi Cobalt aerodinamik shaklga ega bo'lib, LED faralar, yangilangan radiator panjarasi va jozibali orqa chiroqlari bilan zamonaviylikni ifodalaydi. Ichki salon keng, yumshoq materiallardan yasalgan, markazda esa katta sensorli ekran joylashgan. Ekran orqali multimedia, navigatsiya va avtomobil sozlamalarni boshqarish mumkin. Texnik jihatdan Chevrolet Cobalt 1.3 litrli yoki 1.5 litrli benzin dvigateli bilan jihozlanadi. Yangi modelda avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud. Dvigatel yoqilg'i tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bu esa uzoq safarlar uchun juda qulay. Shuningdek, avtomobil ekologik me'yorlarga javob beradigan emissiya tizimiga ega. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada. 2025 yilgi Cobalt'da ABS, EPT, tormoz kuchini taqsimlash tizimi, yon havo yostiqchalari, orqa kamera va parkovka sensori kabi funksiyalar mavjud. Bu esa har bir haydovchi uchun tinchlik va ishonch beradi. Qulaylik uchun avtomobil Bluetooth, USB-portlar, avtomatik konditsioner, kruz nazorati va ovozli boshqaruv tizimlari bilan ta'minlangan. Orqa o'rindiqlar buklanadigan bo'lib, yukxona hajmini kengaytirish imkonini beradi. Narx jihatidan Chevrolet Cobalt bozorda o'rtacha segmentda joylashgan. Uning boshlang'ich narxi taxminan 13 dan 16 AQSh dollarigacha bo'lishi kutilmoqda. Bu esa uni o'z toifasida eng raqobatbardosh variantlardan biriga aylantiradi. Ayrim bozorlarda to'lovni bo'lib to'lash, installment tizimi ham mavjud bo'ladi. Bu esa xaridorlar uchun yanada qulay imkoniyat yaratadi. Umuman olganda, 2025 yilgi Chevrolet Cobalt bu zamonaviylik, qulaylik va iqtisodiy samaradorlikni birlashtirgan avtomobil. U nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki imkoniyatlari bilan ham haydovchilarga yoqadi. Agar siz arzon, ishonchli va texnologik avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, yangi Cobalt siz uchun ajoyib tanlov bo'ladi.